Shayx Abdulqodir Jiloniy rahmatullohi alayh. Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 12-majlis. Shayx Abdulqodir roziyallohu anhu 545-yili Jumadus Soni oyining 11-kuni madrasada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis-i sharifni zikr qildilar. Kimki boyning qo'lidagi narsasini talab qilish uchun unga xushomad qilsa, dinining 3dan 2si ketibdi. Imom Ahmad Bayhaqi rivoyati. Ey munofiqlar, bu holatga tushganlar, boylarga o'zlarini chiroyli ko'rsatganlar, bu holatki kishi boylar uchun namoz o'qib, roza tutib, haj qilar. Ey mushriklar, sizlarda Alloh va rasulidan xabar yo'q. Taslim bo'linglar va tavbada xolis turinglar. Toki iymoningiz, sof ishonchingiz va tavhidingiz yoyilib, iymon nuri ila arshga ko'tarilsin. Ey farzand, agar iymoning tarbiyalansa, uning amali ko'tarilsa, Alloh taolo seni kasb qilishdan va kasbingdan, insonlardan va o'zingdan behojat qiladi. Nafsingni, qalbingni, amringni to'ydiradi. Seni o'zining huzuri tomon yo'llab, to'g'rilab qo'yadi. Sendagi faqirlikni o'z qurbati, yordami va zikri bilan ketkazadi. Dunyo taomidan yegan, unga mashg'ul bo'lgan va yana dunyo qo'lida bo'lgan kishiga parvo qilma. Ey ilm bilan dunyo binolarini talab qilgan va insonlar uchun xor bo'lgan kishi, dar haqiqat Alloh taolo ilmingning barakasini ketkazish bilan ilmingni adashtiradi. Bas ilmingning mag'zi ketib, po'stlog'i qoladi. Ey ibodatni da'vo qilib, mahluqotlarga sig'ingan kishi, bilib qo'yki, ilmning o'zagi insonni Allohga ibodat qildiradi, uni qo'rqitadi. Sen esa zohirda Alloh taologa ibodat qilasan u botiningda boshqalarga sig'inasan. Sening talabing va har bir narsada himmat qilishing ularning qo'llaridagi dinor va dirhamlari uchundir. Ular seni maqtashini orzu qilasan, mol va dunyosidan umid etasan. Shuning uchun ularning ostonalariga borib, so'zingni muloyim qilasan. Voy bo'lsin senga. Sen mushrik, munofiq, riyokor va dinsiz kishisan. Alloh ko'zlarning xiyonatini, ya'ni qarash harom qilingan narsaga o'g'rincha ko'z tashlashni ham, dillar yashiradigan narsalarni ham bilur. G'ofir surasi 19-oyat. Senga vayl bo'lsin. Namozga kelib Allohu akbar deysan-u, lekin so'zingda yolg'onchisan. Qalbingda inson Allohdan ulug', Allohga tavba qil. Undan boshqa uchun, dunyo va oxirat uchun emas, Allohning roziligi uchun amal qiladiganlardan bo'l. Rububiyatlik haqqini ado qil. Maqtov, sano bir kishining berishi yoki man etishi uchun amal qilma. Senga voy bo'lsin. Rizqing ozaymaydi ham, ko'paymaydi ham. Yaxshilik va yomonlikdan sen uchun xush qilingan narsaning kelishi muqarrar. O'ziga bo'ysundirib, Allohdan uzoq qiladigan narsaga mashg'ul bo'lma. Hirsingni kamaytir. Orzuyingni qisqa qil. Ko'zing nasibasini o'ldirgin. Shunda najot topasan. Holatlaringning barchasida shariatga muvofiq bo'l. Ey insonlar, sizlarni huzuringizda shariatga muvofiq keladigan biror bir narsa qolmadiki, ularni zohiringiz va botiningiz ila tark qildingiz. Nafsu havoyingizga ergashib, azob va mashaqqat ko'tarilgan kundan keyin Allohning hilmi bilan mag'rurlandingiz. Oqibatda har tarafingizdan azob nozil bo'lib, o'lim changali ushlaydi. Qabrga qaytarib, u yerdagi azob va torlik qiyomat kunigacha davom etadi. So'ng joningiz qaytadi. Katta maydonga yig'ilasiz. Katta kichik jami holatdagi qilgan amallaringizga hisob berasiz. Siz ruhsiz haykal, quvvatsiz quruq teri bo'lib do'zaxga loyiq bo'lasiz. Ibodatda ixlos yo'q. Ibodatda ruh bo'lmas ekan tuzalmaysizlar. Agar amallarda ixlos qilmasangiz, undan foyda yo'q. Agar o'lim kelishidan avval tavba qilib, uzr aytsangiz, pok kishilardan bo'lasiz. Allohga islom amali, chiroyli tavba va ixlos bilan qaytinglar.
Aks holda siz tarafdagi eshik berkiladi. So'ng tavba eshigidan kirishga qodir bo'la olmaysiz. Fazil eshigi berkilmasdan oldin qalbingiz bilan Allohga qayting. Voy bo'lsin senga. Dinorlaringni Xudo, dirhamlaringni qayg'u qilib olishga Allohdan uyalmaysanmi? Senga voy bo'lsin. Ishingni, joyingni, molingni va oilangni shariatga muvofiq et. Shunda qalbing Allohga tavakkul qiladi. O'zing va oilang rizqini moldan, do'kondan emas, balki Allohdan so'ra. Sening va ularning rizqi qo'lingda bo'ladi. Alloh fazli, qurbati va yordamini qalbingga soladi va sendan oilang behojat bo'ladi. Sen behojat qilgan narsaga u seni zor qilmaydi. Agar umring yomon, Allohning ne'matini inkor qilgan holatda bo'lsa, yuqoridagi so'zga qanday qilib yetasan? Sen dunyo va uni to'plashdan to'ymaysan. Qalbingdagi dunyo eshigini yop, unga kirishdan noumid bo'l. Balki qalbingga Allohning zikrini olib kir. Amallaringda tavba loyiq bo'lsa, tavba qil. Yomon odobing nadomat qilishga loyiq bo'lsa, nadomat qil. O'zingdagi bor narsaga ko'p yig'la. Baxillik kelmasidan molingdan faqirlarga ulash, shunda Alloh bilan uchrashasan. Ishonchli mo'min dunyo va oxiratda baxil bo'lmaydi. Iso alayhissalom iblisga dedilar: "Insonlar orasida senga yaxshisi kim?" "Baxil mo'min" dedi u. Yana Iso alayhissalom so'radilar: "Senga insonlar ichida eng yomoni kim?" U aytdi: "Saxiy fosiq." "Nima uchun?" deb so'radilar. U aytdi: "Men baxil mo'minni gunoh qilishi uchun uni baxillikka solib qo'yishiga umidim bor. Lekin saxiy kishining gunohi Allohning fazli bilan kechirilmog'idan qo'rqaman." Dunyoda dunyo uchun mashg'ul bo'l. Alloh ibodat qilish uchun kasb qilishga buyurgan. Agar sen gunohga yordam so'rab kasb qilsang, namoz va boshqa amallarni bajarmasang, zakotga qodir bo'lsang va uni tark qilsang, sen butunlay gunohkorsan. O'lim kelishidan mo'min kishi xursand, fosiq va munofiq esa g'amgin bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: agar mo'min kishi vafot qilsa, Allohning unga karomatini ko'rgandan so'ng bu dunyoda bo'lmaslikni va biror soat ham turmaslikni orzu qiladi. Tavbasida sobit turuvchi, barcha holatda Alloh uchun muroqaba etib, undan hayo qiluvchi, yolg'izlikda va jamoatda haromdan tiyiluvchi, qalb va jasad ko'zini harom narsalardan berkituvchi qani? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: ko'z ham zino qiladi, uning zinosi Alloh harom qilgan narsaga qarashdir. Imom Buxoriy rivoyati. Nomahram ayollarga qarash orqali ko'zing bilan qanchadan qancha zino qilasan. Alloh taoloning ushbu so'zini eshitmadingmi? Ey Muhammad alayhissalom, mo'minlarga ayting, ko'zlarini nomahram ayollarga tikishdan to'ssinlar. Nur surasi 30-oyat. Ey faqir, faqirligingga sabr qil, chunki bu dunyodagi faqirlik ketadigan, yo'qoladigan narsadir. Oysha roziyallohu anhoga Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Ey Oysha, oxirat ne'mati uchun dunyo achchiqligini yut" deb aytgan edilar. Sen insonlar ichida baxtli yoki baxtsizini bilasanmi? Faqat Alloh azza va jallaning ilmiga ayondir. Lekin qo'rqinchni tark qilma. Allohning ilmiga suyan, shunda shariat chegarasidan chiqmaysan. Senga buyurilgan narsada va o'zingdagi bor ilmda ijtihod qil. Bu ilm sen va sendan boshqalar o'rganadigan narsadir. Ular o'z mavlolari huzurida turib, uning xizmatiga shay bo'ladilar. Ular undan ozuqa oladilar va ibodatga yarasha qasd qilgan niyatlarida turib, zarur amallarni bajaradilar. Shaytonning hiylasi va makridan farjlarini saqlaydilar. Alloh taoloning buyrug'ini bajarib, Rasulning sunnatiga ergashadilar. Ularning butun mashg'ulotlari buyruq va sunnatga ergashishdan iborat bo'ladi. Ular xizmatga sazovor, hamma narsada zuhdlik quvvatiga egadirlar. Ey Allohim, bizlarni ulardan qilgin, bizga ham ularning barakotidan bergin. Amin. Ey farzand, qalbingda dunyoga muhabbat bor ekan, solihlarning sifatlaridan biror narsani anglamaysan.
Madomiki sen insonlarga sherik bo'lib aldasang, qalbing ko'zi ochilmaydi. insonlar va dunyodan zuhd qilmaguningcha sen haqingda yaxshi so'z yo'q. Sen ijtihod qil. Shunda o'zingda boshqalar ko'rmagan narsani ko'rasan. Agar hisobingdagi narsani kechsang, hisobingdan tashqaridagi narsa senga keladi. Allohga suyansang, unga yolg'izlik va jamoatda bir xil ishonsang, o'ylamagan joyingdan rizq beradi. Senga berilgan narsani tark qilib, qiziqtirilgan narsadan yuz o'gir. Boshida tark qilish, oxiratda esa olish kerak. Ishni boshida qalbga bo'lgan taklif dunyo va shahvatlarni tark qilish bilan bo'ladi. Oxiratda undan tanovul qilinadi. Avval taqvodorlarga, Alloh taoloning toatiga yetishguvchilarga taklif qilinadi. Ey riyokor, ey munofiq, ey mushrik, mu'minlar bilan raqobat qilma. Ularning odatlarini ulardan yo'q qilib o'zingda paydo qila olmaysan. U zotlar sen uxlagan paytingda namoz o'qiydilar, og'zing ochiq vaqtida roza tutadilar, sen xotirjam vaqt Allohdan qo'rqadilar. Sen qo'rqqan vaqtingda ular o'zlarini Allohga topshiradilar. Sen qattiqlik qilganingda saxiy bo'ladilar. Sen o'zga uchun amal qilsang, ular Alloh uchun amal qiladilar. Sen undan boshqani xohlasang, ular Allohni xohlaydilar. Ishlarini Allohga topshiradilar. Sen tortishgan holatda ular Allohning hukmi bilan turadilar. Sen qilgan ish insonlarga shikoyat qilishdan tillarini tiyadilar. Ya'ni achchiqlik, yomonliklarga sabr qiladilar. Qadar pichoqlari, tillari ularning etlarini kesganda ham parvo qilmaydilar. Yuqoridagi holatlar ularga alam va qo'rqinchni ko'rib ibrat olishlari uchundir. Aytilganidek, yaxshi kishilar zarrachaga ham aziyat bermaydilar. Biror narsaga aziyat bermaydiganlar Allohga toat bilan yetadilar. Chiroyli yashash va silay rahim qilish insoniyat sifatidir. Ana shundaylar dunyo va oxiratda ne'matlanadilar. Dunyodagisi Allohga qurbat, oxiratdagisi jannat ne'matidir. Bundaylar Alloh uchun miskinlarning holidan xabar olib, ularga yaqinlashadi. Allohning so'zini eshitib, unga amal qiladi. Ulardagi narsani sen ham mahkam tut, gunohingdan, qilgan yomon amalingdan Allohga tavba qilish bilan mashg'ul bo'l. Senga voy bo'lsin. Hayo Allohdan, bandasidan emas. U har bir narsani oldindan biladi. Sen keyin paydo bo'lgan insondan hayo qilib, Allohdan hayo qilmaysanmi? U ulug'dir. Undan boshqasi malomatlangan. U boy, boshqalar faqir. Allohning sifati berish, bandaniki man qilishdir. Sen hojatlaring ila Allohga qayt, zero u boshqalardan oliydir. Shariat chegarasini saqlab, taqvoni mahkam ushla. Taqvoda davomiy bo'lsang, ne'matini beradi, u sababli boshqa narsalarni chetlab o'tasan. Uni izlab talab qil, dunyoni tark et. Chunki dunyoning senga keladigan va sendan yo'q bo'lmaydigan narsasi yo'qdir. Dunyoni tark qilishing qalbingni kirlardan tozalashga olib boradi. Agar qalbing taqvoga chaqirmasa, aqlsiz hayvon kabisan. Dunyodan kech, aqllari Allohga dalolat qilgan kishilarga bor, ulardan aqlni o'rgan, o'zingni va Robbingni tanib ol. Voy bo'lsin senga. Umring o'tyapti. Qachongacha oxiratdan yuz o'girib, dunyoga boqishda davom etasan? Voy bo'lsin senga. Rizqingni hech kim yemaydi. Sendan boshqa odam jannat yoki do'zaxdagi o'rninga joylashmaydi. Dar haqiqat g'aflat senga xo'jayin bo'lsa, sen havoga asir bo'lding. Sening g'aming yeyish, ichish, uylanish, uxlash, maqsadingga yetish va yana halol va haromdan to'ymaganingdan keyin kofir va munofiqlar bilan birga bo'lishdir. Ey miskin, nafsingga yig'lagin. Qiyomat kuni sening zararingga bolang va dining hujjat bo'ladi. Parvo qilmaysan, yig'lamaysan. Sen uchun muvakkal bo'lgan farishtalar diningning zoyi bo'lishida hasratingni ko'rib, sen bilan birga yig'laydilar. Aqlingni ishlat. Aqling bo'lsa yig'lamaysanmi? Aql va hayo ikkovi dastmoyadir. Sen esa ikkisini ham ishlatishni xohlamaysan. Amal qilinmaydigan ilm, foydalanmagan aql go'yo yashalmaydigan uy,
noma'lum xazina, yeyilmagan taom kabidir. Bularni o'zingda borligini bilmasang, men bilaman. Menda zohiran hukm bo'lgan shariat oynasi va Allohni taniydigan botiniy ilm bor. G'aflat uyqusidan turib, uyg'otuvchi suv bilan yuzingni yuv. Sen o'zingga bir qara, musulmonmisan yoki kofir? Mo'minmisan yoki munofiq? Muvahhidmisan yoki mushrik? Riyokormisan yoki muxlis? Kimsan? Allohdan rozimisan yo g'azabdami? Farqi yo'q. Biri foyda, biri esa zarar, lekin ikkovi ham senda mujassam. Alloh ulug', halim, barcha ne'mati uning lutfi va fazli ostidadir. Agar bizga lutf aylamasa halok bo'lamiz. Qilgan amallarimizni o'zining fazli ila qabul qilmasa yana halok bo'lamiz. Ey farzand, Allohga ibodatingni munofiqlikni, riyo, adashish bilan minnat qilma. O'zing uchun Allohning karomatini istay turib, buzuqlik, mol davlat bilan solihlarni masxara etma. Ey bu ummatning muvahhid va muxlislar doirasidan qochuvchi, senga voy bo'lsin, yig'la, ta'ziya kiyimini kiy. Solih kishilar shunday aytadilar. Hech narsani bilmay, o'zlarini yashirib yurganlarga vayl bo'lsin. Senga vayl bo'lsin. Qalbingda nima bor? Nimani o'ylayapsan? Kimga shikoyat qilyapsan? Kimdan yordam so'rayapsan? Kim bilan uxlayapsan? Agar qiyinchilikka tushsang, kimga ishonasan? Men sening yolg'oningni, munofiqligingni bilaman. insonlarning rostgo'ylarini ham bilaman va yordam beraman. Agar kimki meni kiyimimni yoki qo'limdagi narsamni olishga kuchi yetadigan bo'lsa, shunday qilsin. Senda rostgo'ylik, tavhid, iymon yo'qdir. Shunday ekan, daraxtga bog'lab qo'yib yo'lga solganimdan nima foyda? Sen yonadigan o'tindan boshqa narsa emassan. Faqat do'zax uchun mos kelasan. Ey insonlar, dunyo ketadi, amallar o'zinglar bilan qoladi. Oxirat esa yaqindir. Sizlarning g'amingiz faqat dunyo va uni to'plashdan iborat bo'lar ekan, Allohning ne'matiga dushmandirsizlar. Agar sizlar Allohdan kichkina bo'lsa ham yomonlik ko'rsangiz, uni oshkora qilasizlar. Agar yaxshilik bo'lsa, berkitasizlar. Allohning ne'matiga shukr qilmay, berkitsangiz, u ne'matini sizlardan tortib oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: agar Alloh bandasiga bir ne'matni bersa, unda o'sha ne'mat ko'rinishini yaxshi ko'radi. Termiziy, Hokim, Ahmad rivoyatlari. Bir jamoa qalblaridan ko'p narsani chiqarib, g'amni bir joyga joylaydilar. Ibodatlaridan riyo, munofiqlik, sum'ani yo'qotib, Robbilariga ibodat qilishda xolis bo'ladilar. Sizlar maqtanchoq, havolangan, munofiq, riyokor va insonlarning qullarisiz. Ichingizdan faqat Alloh xohlagan kishilargina ibodat qilishga haqlidir. Ba'zilar dunyoga ergashib, uni yaxshi ko'radi, uning yo'q bo'lishidan qo'rqadi. Bundaylar insonga sig'inib, ulardan qo'rqib, ulardan umid qiladilar. Yana shundaylar borki, jannat uchun ibodat qilib, ne'matidan umidvor bo'lib, Xoliqni orzu qilmaydilar. Do'zax uchun ibodat qilib, undan panoh so'rab qo'rqadi-yu, Xoliqidan qo'rqmaydi. Alloh taolo aytadi: holbuki ular faqat Allohgagina ibodat qilishga, uning dinigagina ixlos qilishga, boshqa dinlarga moyil bo'lmaslikka buyurilgan edilar. Bayyina surasi 5-oyat. Allohni tanuvchi kishilar uning o'zigagina ibodat qiladilar. Robbilik, ma'budlik haqini ado qilib, buyrug'iga bo'ysunadilar. Muhabbatni uning o'zi uchun qilib, o'zidan yordam so'rab boshqani tark qiladilar. Sizlar esa ruhsiz surat kabisizlar. Sizlar zohir bo'lsangiz, ular botin, sizlar bayon bo'lsangiz, ular ma'no, sizlar jahriy bo'lsangiz, ular maxfidir. Ul qavm payg'ambarlarga iymon, shakl shamoyil, taom yeyishi, ichimlik ichishda ergashgan kishilardir. Ular payg'ambarlarning ilmlariga amal qiladilar. Shuning uchun ularga vorislik durust bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Ibn Moja rivoyati. Agar ularning ilmlariga amal qilsalar, payg'ambarlarning xalifasi, merosxo'ri, noiblari bo'ladilar. Senga voy bo'lsin. Sen ilmning o'zi bilan hech narsaga erisha olmaysan.
Go'yo niyatsiz da'vo, amalsiz ilm foyda bermaganidek. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: ilm amalni chaqiradi, agar unga javob bersa keladi, yo'qsa ketadi. Al-Hindi Kanzul Ummol. Ilmning barakasi ketib, darslarning o'zi qoladi. Postlog'i qolib, mag'zi ketadi. Ey ilm sababli amalni tark qiluvchilar, sizlardan biringiz fasohati, balog'ati, ibodati bilan qilni 40 yoradi-yu, lekin unda amal va ixlos yo'q. Agar qalbingiz to'g'ri bo'lsa, a'zolaringiz ham to'g'ri bo'ladi. Chunki qalb a'zolar podshohidir. Jasad mamlakatidagi podshoh pok ekan, uning qo'l ostidagilar ham pokiza bo'ladi. Ilm misoli danak, amal esa uning mag'zidir. Ilm saqlansa, amal himoyasiz qolmaydi. Mag'zi, amal saqlansa, undan yog' chiqadi. Agar danakda mag'iz bo'lmasa, nimaga yaraydi? Mag'iz bo'lsa, ichida yog' bo'lmasa, uning nima keragi bor? Amal ketgandan keyin ilm ham uning orqasidan ergashadi. Amalsiz yodlagan, o'qigan narsalaring senga foyda bermaydi. Ey olim, dunyo va oxirat yaxshiligini xohlasang, ilmingga amal qil. Boshqalarga o'rgat. Ey boy, agar 2 dunyo yaxshiligini xohlasang, molingdan faqirlarga infoq qil. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: insonlar Allohning boqimandalaridir. Insonlarning Alloh azza va jalla uchun yaxshirog'i oilasiga infoq qiladigan rog'idir. Haysami, Tabriziylar Anas ibn Malikdan rivoyat qilishgan. Insonlarning bir-biriga bo'lgan ehtiyoj ham shundaydir. Ey boy, mendan qochasan-u, men seni ushlayman. Yaqinda menga Alloh tomonidan yaxshilik kelib, sizlardan meni behojat qilib qo'yadi. Ibrohim alayhissalom bir faqirda sabrning ozligini ko'rsalar, quyidagicha duo qilardilar: ey Allohim, bizga dunyoda kenglik va zohidlikni nasib qil. Bizni unga qiziqtirma, aks holda halok bo'lamiz. Ey Allohim, bizlarga hukming va taqdiringda lutf ayla. Shuning bilan 12-majlis nihoyasiga yetdi.